Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan inkubatordan yangi chiqqan jo'jalarimizni qanday boqish kerak, qanaqa yemlar berish kerak, boshqa nimalar qilish kerak, shularni o'rgatib o'taman. Mana inkubatordan chiqqan jo'jalarimiz kecha yaqinda video qilganman. Mana shu 3 ta jo'jamiz chiqdi, 5 ta tuxumdan Qora Shahzoda. Bular hali bir necha yem yegani yo'q. Mana endi yem beryapmiz. Yemlarga kelsak, mana anaqa makkayni uni, ana bug'doyni maydasi yemi bor. Shu bug'doyni maydasi yemlardan berdik mana hozir. Sekin-sekin o'rganyapti, yaqinda yanada o'rganadi. Mana ikkitasi oddiy chiqdi. Bittasini oyog'ida patti bilan chiqdi mana. Brama deydimi? Shunaqa zotlisi chiqdi bittasi. Xullas mana shunaqa yemlardan berasizlar birinchi mayda, keyin starter o'tsak bo'ladi. Shunaqa yemlar beriladi. Suvga biospirit, vitaminchik, tonik vitamin qo'shib berasizlar. Bular hali kichkina bo'lgani uchun brudurga qo'ymadim, katakka. Birinchi korobkada ozgina boqib turib, 3-4 kunlikgacha, keyin katagimizga joylaymiz. Shunaqa boqsalaring o'lmay katta bo'ladi. Mana yaqinda chiqdi mana jo'jalarimiz. Shunaqa boqsalaring hech qaysi o'lmaydi. Mana endi men sizlarga mana shu kichkinadan misol qilib ko'rsatyapman mana. Mana shu jo'jalarimiz chiqqan. Kanalga obuna bo'linglar, bizni kuzatib boringlar. Hammalaringga rahmat.